Kiyev shov-shuvli ig'vo hozirlamoqda Rossiya tashqi razvedkasi. Siyosiy portlash, Orban va Ukraina o'rtasida diplomatik jang. Mojaro avjida, Tramp Medvedevni og'zini tiyishga chaqirdi. Bir kechada ikki falokat, kuchli zilzila va vulqon chaqnashi Filippinni larzaga soldi. Urushga tayyor bo'ling, Pentagon amerikalik generallarga murojaat qildi. Xitoyda dunyodagi birinchi uchuvchi shamol elektr stansiyasi ishga tushirildi. Kiyev shov-shuvli ig'vo hozirlamoqda Rossiya tashqi razvedkasi. Ukraina hukumat NATO Rossiya bilan qarama-qarshilikka jalb qilish uchun yangi shov-shuvli ig'vo hozirlamoqda. Bu haqda Rossiya tashqi razvedka xizmati ogohlantirdi. Galdagi ig'vo hozirlanmoqda deyiladi xabarda. Rossiya tashqi razvedka xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Polshaga go'yoki Rossiya va Belarus maxsus bo'linmalaridan iborat qo'poruvchi razvedka guruhini tashlash rejalashtirilgan. Bu ig'voni Ozod Rossiya legioni va Belarusning Kalinovskiy polka jangarilari amalga oshiradi. Qayd etilishicha, sahnalashtirishda ishtirok etish uchun nomzodlar tanlab olingan. Rossiya razvedkasi operatsiya Polshaning muhim infratuzilmalari obyektlariga hujum qilishni o'xshatish bo'lishini inkor qilmayapti. Taxmin qilinishicha, bu qo'poruvchilar Polsha harbiylari tomonidan aniqlangan va zararsizlantirilganidan keyin guruh a'zolari jurnalistlar oldida chiqish qilishadi va Polshadagi vaziyatni izdan chiqarishdagi urinishda Moskva va Minskni fosh qiluvchi tan oluvchi ko'rsatmalar berishadi. Shu tariqa Ukraina Yevropani Rossiyaga qarshi o'ta keskin harbiy javob qaytarishda uddalashga urinib ko'radi. Muqarrar mag'lub bo'lish qarshisida Zelenskiy rejimi yevropaliklar bilan berkinib, hatto katta urushni boshlash qiymati bilan o'ylamasdan ish qilishga tayyor deyiladi xabarda. Siyosiy portlash, Orban va Ukraina o'rtasidagi diplomatik jang. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukraina o'z hududining 5dan 1 qismini yo'qotgani sababli endi Suriya davlat sifatida o'zini namoyon eta olmasligini aytdi. Bu haqda Politico xabar berdi. Uning ta'kidlashicha, Vengriya dronlarining Ukraina havo hududiga kirib borishi hech qanday ahamiyatga ega emas. Faraz qilaylik, ular Ukraina hududiga bir necha metr uchib o'tdi. Bundan nima o'zgaradi? Ukraina mustaqil mamlakat emas, Ukraina suveren davlat emas. Agar biz, ya'ni G'arb, unga bir forint ham bermaslikka qaror qilsak, ertaga Ukraina yo'q bo'lib ketishi mumkin deya ta'kidlagan Vengriya bosh vaziri. Orbanning da'vosiga ko'ra, Ukraina o'z hududining 5dan 1 qismini yo'qotgan. Ukraina suvereniteti shu bilan tugadi. Qolgan hududni biz ushlab turibmiz, dedi siyosatchi. Orbanning bayonotiga Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga munosabat bildirdi. Yaxshi yangilik shundaki, bosh vazir Orban ma'lum dronlar Vengriya tomonidan Ukraina havo hududiga uchib kirganini tan oldi. Vazir Siarto bu fake ekanini yozgan tweetingizga nima bo'ldi, dedi Sibiga. U yomon jihati Orban Rossiya propagandasi bilan zaharlangan ekanini aytdi. Bu uning AQSh prezidenti Donald Tramp va yevropalik hamkorlar bir necha bor ta'kidlaganidek, Rossiya energiya tashuvchilariga qaramlikdan